Leksimizi davamlaştırmamız hürmetlik vatandaş bugün Çinsağa 2021 yıl 2. ayının 6. günü. Leksiyemizin devamı yukarıda Prezident Biden'ın Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Meclisi, Devlet Mahkemesi'de sözlügen notqını anlattık vatandaşlar. Endilikte bunun dikkat kılısız vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatları bilen Jungo alakadar taraflar tenci qatam telefonda sözleşti. Amerika Qo'shma Shtatları Devlet İşler Katibi Antony Blinken'nin meydana qattiq bo'ldi. Jungo taraf egizga ola olmadı. Mavzulu xabar 2. ayının 5. günü Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi xabar. Undaq başlan. Geçiren vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatları Devlet İşler Katibi Antony Blinken 2. ayının 5. günü Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Tashqi İşler Hizmet Komitetining katibi Yang Jiechi bilan telefonda sözleşti. Prezident Biden hükümeti Aqsaroyga kirgandan keyin tunji qatam telefonda Jungo taraf bilan sözleşken bo'lib hisoblanadi. Lekin ikki tarafning bu to'g'rida e'lon qilgan bayonotining mazmuni bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Jungo taraf mundaq ko'rsatdi. Yang Jiechi Amerika tarafning hamkorlashib o'rtaq g'alaba qilish ro'yi bo'yicha ikki davlat munosabatini taraqqiy qildirib degan so'zni so'zlab bo'lib Yang Jiechi orqadan mundaq ta'kidladi. Tayvan sezgir va yadroliq masaladir. Chet elning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bayonotida mundaq ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Hong Kong, Xinjiang, yana mustamlika Uyg'uriston hamda Tibetning kishilik huquqi uchun, demokratiya uchun ko'krak kerib o'ttiriga chiqamiz. Xitoycha shundaqkan, men shuni tarjima qildim juma vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşler Katibi Antony Blinken takrorlayman vatandosh Hong Kong, Xinjiang hamda Tibetning kishilik huquqi uchun, demokratiya uchun ko'krak kerib o'ttirg'i chiqamiz. Ham Jungo hukumatining Tayvan bo'g'oziga va Hindi Tinch okeanining muqimligiga tahdid salgan mas'uliyatini surishta qilamiz. Jungo matbuoti bunda xabar qildi. Yang Jiechi Devlet İşler Katibi Antony Blinkenga mundaq bildirdi. Amerika taraf Jungo taraf bilan birga Jungo Amerika munosabatining muqim taraqqiyotini ilgari surishi lozim. Lekin Jungo sotsializm yo'lida jang turadi. Junxo millatining buyuk gullanishini ishga oshirishni hech kim to'sib qola olmaydi. Bu so'z esingizda bo'lsin juma vatandosh hozir. Yang Jiechi Jungoning diplomatiya komitetining katibi Yang Jiechi mushundaq dedi deb Jungo gazeti e'lon qilyapti. Siz bu yerda ikki jumla so'zga diqqat qiling. Jungo sotsializm yo'lida ching turdi. Bir. İkincisi, Junxo millatining buyuk gullanishini ishga oshirishni hech kim to'sib qololmaydi. Bu kengaymichilik, jefangchuarlik, insoniyatni ozod qilish, insoniyat o'rtaq taqdiri. Mana bu ikki gap sotsializmni ching turdi. Tashqari qarta zo'migarlikdan voz kechmaymiz. Demak, bu Jungo Kompartiyasi maydoni davomini anglang vatandosh.
Яңжече мұндақ tilga aldı. Tayvan meselesi Amerika-Cungo münasebetinde en mühim, en sezgör, yadıroluk mesele. Hong Kong, Tibet qatarlıq egelik hukuk tiziminin bütünlüğüge çetildiğen mesele Cungo'nun içki işidir. Çet elinin aralashishga ruxsat qilinmaydi. Cungo'ni har qanday qaralash urunishlari mutlaq amalga oshmaydi. Şinjanni tashlab qo'yapsiz-ku, Yangjechi apandi. Aldirab qoldingizmi ya? Tashlab qo'ymang Şinjanni, hargiz tashlab qo'ymang Yangjechi apandi. Davamlashtiramiz. Odatlik asoslanganda vatandosh Cungo taraf bayanatida o'ziga foydali so'zlarni tanlab, Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Amerika-Cungo ikki davlatning dunyodagi muhimlik o'rnini muqimlashtirdi, deydi Cungo matbuotlari. Muqim qurilish xarakterlik munosabatlarni taraqqiy qildirishga qo'shildi, deydi Cungo matbuotlari. Hem de bir Cungo siyosati ve Amerika-Cungo 3 parça birleşme axborotga amal qilishni davomlashtirdi, dedi ve bununla Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken qo'shildi, deydi Cungo matbuotlari. Xushvaqt bo'linglar vatandoshim, bugun toza tahlil qiladigan vaqt edi. Buni keyin qoldirib qo'ydik. Vaqtim sal aldirash bo'lib qoldi. Kechiringlar, bugun shanba. Vatandaşlarım, Allah sizlerine aman kılsın. Uygur milletine aman kılsın Allah. Uyguristan'la aman kılsın Allah, hürmetlik vatandaş.